Assalomu alaykum barchaga. Bugun 25-iyun. Kimga erta pishir uzumlar kerak bo'ladigan bo'lsa, zo'r yechimlardan bittasi bor ekan. Prevrezini kattaligi mo'shni bo'lar ekan, endi donagi bor lekin mazasi ham yomon emas. O'sha bizada ozroq kechroq bo'ladi, boshqa issiqroq tumanlarda, viloyatlarda bundan ham ertaroq pishadi bu uzum. Kimga buni ko'cha qaramchalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon nomeri qoldiramiz. Aloqaga chiqib bog'lanishlaringiz mumkin.